Ana endi sizlar bilan kelinlar imijlar bilan ishlashni ko'rib chiqamiz. Ya'ni birinchi navbatda qilishimiz kerak bo'lgan ba'zi bir ishlar bor. hubdocker.com saytidan sizlar yangi bitta profil ochishingiz kerak. Buni nima vazifani bajarishini hozir sizlarga tushuntirib o'taman. Ya'ni hubdocker.com bu bizga shunchaki bir onlayn vosita hisoblanadi. Imijlar almashinuvi uchun, ya'ni imijni olishimiz yoki imijni yuklab boshqalarga share qilishimiz uchun. Misol uchun aytaylik, local developmentda biz proyektni bitirgandan keyin source kodni GitHubga joylaymiz, ya'ni Git yordamida GitHubga joylaymiz. Ana endi Docker ham xuddi shu GitHubga o'xshaydi, faqat Docker bu proyektni source kodini emas, proyektni build imijlarini ko'tarib yuradi. Misol uchun biz jarayon tugatgandan keyin GitHubga to'liq source kodni yuklaydigan bo'lsak, jarayon tugatgandan keyin biz uni build qilib turib, build fayldan bitta docker image yasab, docker imageni demak aynan shu docker hub yordamida almashishimiz mumkin bo'lar ekan, xuddi GitHubda proyektni almashgan kabi. Xo'p, ana endi birinchi navbatda bu bizga imijlarni pull qilish uchun hamda imijlarni push qilib boshqalar bilan share qilish uchun vositasi hisoblanadi. Registratsiyadan o'tganinglardan keyin, ya'ni sign in sign up qilganinglardan keyin birinchi navbatda qilishingiz kerak bo'lgan narsa, o'tgan darsda gaplashganimizdek, Dockerni qurilmalarga qarab o'zinglar o'rnatib olasizlar. Windows bo'ladigan bo'lsa o'sha Docker desktop, MacBook bo'ladigan bo'lsa yoki Linux bo'ladigan bo'lsa o'sha Dockerni o'zini sistemaga o'rnatib ishga tushirib olasizlar va ishga tushirganinglarda sudo docker psclar demak bizga mana bunaqa statuslarni berish kerak. Hozircha hech qanaqa konteynerim bo'lmagani uchun container id, image, command, create, status, port, name ni beryapti, lekin hech qanaqa konteyner bo'lmagani uchun tagida hech nima chiqarmadi. Endi aytaylik, man nimadir imageni olib run qilmoqchiman. Uning uchun birinchi navbatda docker images ko'raylik. Menda bir qancha image bor ekan. Bu endi oldin download qilgan imajlarimdan. Xo'p, kelinlar, men qaysi birdir bittasini run qilmoqchiman. Hammada basic holatda o'xshash kerak bo'lgan narsa docker run hello world. Agar docker run hello world qiladigan bo'lsanglar, shuni ko'rsanglar, hello from the docker. This message shows that your installation appears to be working correctly. Demak, mana shu messajni ko'rganingizdan keyin sizlar ishonch hosil qilishingiz mumkin. Sizlarning setapinglar to'g'ri ishlayapti. Ya'ni shunchaki docker run hello world. Yana bir narsa, tepada sudo bilan yozdim, pastda dockerni o'zini yozdim. Dockerni o'rnatib bo'lgandan keyin o'sha user groupga dockerni qo'shib, o'zinglarni useringlarni o'sha docker komandaga biriktirib qo'yadigan bo'lsanglar, o'sha sudo yozaverasizlar. Linuxchilar bu narsani bilasizlar o'zinglar. Xo'p, Windowsda shunchaki yozib borasizlar sudosiz. Xo'p, endi demak mana setapim muvaffaqiyatli bo'libdi. Dockerda bitta ajoyib xususiyati bor, ya'ni imijlarni bemalol pull qilib olib kelishimiz mumkin. Ya'ni men docker pull, misol uchun aytaylik, Postgres, hozirchalik Postgresni men run qilmoqchiman. Agar shunaqa qiladigan bo'lsam, docker pull Postgres deyman hamda uni versiyasini berishim mumkin. Postgresni 16-versiyasini olib kel, Postgresni 18-versiyasini olib kel, Postgresni 12-versiyasini olib kel. Istalgan versiyani men o'zim olib keltirib, ya'ni pull qilib qurilmaga o'rnatish uchun tayyor holatga keltirishim mumkin. Yoki menga har doim eng oxirgisi kerak bo'ladigan bo'lsa, latest tagi yordamida men har doim eng oxirgi versiyani to'g'ridan-to'g'ri pull qilib olib kelish imkoniyatim mavjud bo'ladi. Xo'p, ana endi latest yordamida buni pull qiladigan bo'lsak, butun bir boshli Postgresni pull qilib olib keladi, lekin menda hozir internetim biroz sekinroq bo'lgani uchun oldingi olib kelgan Postgresdan foydalanaman. Demak, ya'ni allaqachon menda o'rnatilib turgan Postgresdan foydalanaman. Xo'p, shuning uchun pull qilib o'tirmayman. Sizlar pull qilib bir marta Postgres latest deb olasizlar, keyingi ishlatishlarga kerak bo'ladi. Men hozir shunchaki to'g'ridan-to'g'ri shu Postgresni ishga tushirib ketaman. Ya'ni birinchi navbatda docker run. Bu image, ya'ni Postgresni to'laqonli bir dasturi desak ham bo'ladi. Shunchaki hali ishga tushmagan kompyuterimizda. Ishga tushish uchun bizdan shunchaki bir qancha komanda talab qilinadi. Docker run -d -d detach mode hisoblanadi. Detach mode haqida keyinroq sizlar bilan batafsil to'xtalib o'tamiz. Hozirchalik kerak emas, o'shaning uchun -d qilib qoldirib ketaman. Xo'p, keyin qiladigan ishimiz, birinchi navbatda o'sha portni belgilab o'tishimiz kerak, ya'ni qaysi portda run bo'lsin.
O'tgan darsda gaplashganimizdek, har bitta konteyner bu alohida sub Linux degan narsani sizlar bilan kelishib o'tgan edik. Aynan shuning uchun men hozir aytadigan narsam 54, misol uchun aytaylik, 77 misol uchun 54 portda RAM bo'lsin. Mana o'zimni Linuximda. Lekin virtual Linuxdachi, u virtual Linuxda 54 32 portda RAM bo'lsin degan narsani beraman. Xo'p, aynan ichkari virtual Linuxda 5432 da ran qiladi. Mani kompyuterim uchun 5477 portni mapping qilib qo'yadi. Mani kompyuterim orqali, mani qurilmam orqali 5477 ga sub Linux orqali 5432 da to'g'ridan-to'g'ri ishlab ketaveradi. Xo'p, ana endi keyingi berishimiz kerak bo'lgan narsalar. Postgres va uni qaysi versiyasi? 16 Alpine. Ya'ni mana bu tagini, ya'ni mana bu versiya. Alpine bu qisqartirilgan image degan tushunchani xulosani kelsak bo'ladi. Ya'ni Alpine versiyalar o'sha kompress qilinganroq versiya hisoblanadi. Shuni run qilmoqchiman shunchaki. Va run qiladigan bo'lsam, mana docker ps docker. Demak, menga Postgres run qilib bermadi, chunki sababi man unga parametrlarni bermadim. Ya'ni qanaqa parametr esa username nima bo'lsin, paroli nima bo'lsin, bu kabi parametrlarni bermadim. Shuning uchun -a komandasi yordamida Postgres useri istalgan, misol uchun kelinglar, mana shuni my user deb nomlayman. Ya'ni Postgresning user my user bo'lsin. Xo'p, keyingisi Postgres password root birikuvch. Keyingisi Postgres db. Postgres database misol uchun aytaylik mydb bo'la qolsin. Xo'p, mana shu parametrlar bilan databaseni hosil qilib ber deydigan bo'lsak, demak docker ps ko'rib turganlardek mana bu konteynerni hosil qilib berdi. Endi bu konteyner nima degani? Ya'ni bizani dasturimizda bitta Postgres bor, ya'ni uni porti 5477 da. Bu konteyner nomi, kelinglar shuni hozir yana bitta narsani joyida to'g'irlab ketaman. Docker stop. Bu menga kerak emas. Stop qilishdan oldin boyagi komandani yana bir marta beraman-da, faqat bu safar yana bitta parametr qo'shamiz, ya'ni -name Postgres con. Postgres container degan ma'noda name ni berib qo'ydim. Ishlatadigan bo'lsak, name ni vaqtliroq yozishimiz kerak, boshida yozishimiz kerak edi parametrlardan oldin. db container. Xo'p. Xatolikni o'qib ko'ramiz. Error response from daemon failed to set up container networking driver failed programming external connectivity on endpoint db container. Xo'p, demak docker container rm shu konteynerni o'chirib tashlaylik. Chunki o'sha konteynerni ochishga harakat qilib ko'rdi. Bir xil nomli konteynerni ikki marta ochmoqchi bo'lsa xatolik beradi. Xo'p. Driver failed. Docker konteynerlar bu eski konteynerlarni qolib ketgan. Boya esingizda bo'lsa 2 marta hello world run qildik va hozirgi Postgresni run qilmoqchi bo'lgan konteynerlarim hali ham qolib ketgan. Xo'p, o'sha konteynerlarni texnika bilan o'chirib tashlay qolamiz. Docker konteyner pro yordamida eski konteynerlarni to'liq tozalab tashlashlari mumkin bo'ladi.
Xo'p, man boshqatdan ko'raman buni nima uchun aynan xatolik berganini. Menimcha bu a, mm, eski konteynerlar bilan bog'liq qanaqadir xatoligi bo'lgan ekan va detach modni ham oldinga surib qo'ydim. Balkim shundan bo'lishi ham mumkin. Xo'p, demak, name'ni berdik va endi Docker PS turib ishlab turgan konteynerlarni qaraydigan bo'lsak, mana db konteyner o'tgan safar esinglarda bo'lsa, o'zi xohlagan nomini bergan edi. Agar sizlar shu name'ni berib o'tmasanglar, xohlagan nomini berib qo'yadi. Bu name'ni muhimligini keyingi videolarda sizlar bilan gaplashib chiqamiz hali. Hozirchalik mana konteyner nomiga db konteyner deb berdim. Mana bu imagedan foydalandim va menda bitta konteyner run bo'lib turibdi. Xo'p, konteyner run bo'lib turibdi. Ana endi men bemalol Postgresdan foydalansam bo'ladi. Elitor 77 portimda. Uning uchun kelinglar, qisqacha IntelliJ IDEadan foydalanib ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu databasemizga bog'lana olamizmi, yo'qmi? Xo'p. Demak, birinchi navbatda bular menga kerak emas. Database. Hop, bu proyekt bilan keyingi darsda imagelar bilan biroz o'ynaymiz. Undan oldin menga kerak bo'ladigan narsa databasega ulanishimiz kerak. Database. Postgresga ulanishim kerak. Xo'p, ana endi aytaman. Localhost path Elitor 32 emas, biz Elitor 77 deb berganmidik. Elitor 77 ga ulanasan deyman. Username my user, parol root 123 hamda databaseimiz my db edi. Xo'p, test connection. Demak, muvaffaqiyatli amalga oshdi va ulanadigan bo'lsak, ko'rib turganlardek menga bitta database hosil qilib beradi. Xo'p, mana MyDB ni ichida public degan bitta skema bor ekan. Hamma database hamda hamma skemalarni belgilab qo'yaman. Ko'rib turganingizdek, information catalog skema, pg catalog, public skemalarimiz, hamma skemalarimiz mavjud va public skemaning ichida hali hech qanaqa table mavjud emas. Ana endi nima qilamiz? Menda ko'rib turganingizdek konteyner bor. Endi konteynerni boya sizlar bilan gaplashgan edik, u bitta sub Linux, ya'ni alohida virtual Linux server degan edik. Xo'p, men hozir bitta table create qilaman. Shu yerda create table test. Xo'p, id serial name varchar surname varchar shu yetadi hozircha. Demak, table create bo'ldi. Ko'rishingiz mumkin. Mana bu yoqda id, name hamda surnamedan iborat bo'lgan bitta tableni ko'rib turishimiz mumkin. Hozirchalik ichida hech qanaqa data yo'q. Bemalol insert yordamida yozsak bo'ladi. Lekin savol, bu o'zi Postgres qayoqda turibdi? Boya virtual Linux dedik, u dedik, bu dedik. Bu yerda konteyner run qildik. Bu yerdan o'zimni kompyuterimdan turib unga ulandik. Xo'p, ana endi o'shani virtual Linux'ini ko'rib chiqamiz. Birinchi navbatda bu mana ls qiladigan bo'lsam, bu o'zimni mana qurilmamdagi papkalar va har xil fayllar. Endi sizlar bilan kelinglar, ko'rib chiqaylik. Aynan mana shu virtual Linuxga, ya'ni mana shu konteynerga qanaqa qilib bog'lanamiz va uni datalarini qanaqa qilib ko'rib chiqamiz. Xo'p, birinchi navbatda mana Docker PS.
konteyner nomi db konteyner ekan. Men aytaman docker exe minus it mana shu db konteynerni bash buni CLI ga ulanmoqchi bo'ldim, ya'ni aynan DB konteynerini bashiga ulan deydigan bo'lsa, mana ko'rib turganlaridek yana bitta Linux sistemni hosil qilib berdi. ls deydigan bo'lsa, mana o'zini bin, etc, media, proc, home, xullas bu yana bitta Linux hisoblanadi. Yana bitta alohida virtual Linux. Bu mani o'zimning Linux emas, bu virtual Linux. Ya'ni to'laqonli sistema. Endi men aytaman PSQL bog'lan -u userimiz nima edi? My user database my db mydb ga bog'lan deydigan bo'lsak, mana ana endi tablelarni ko'rsatadigan bo'lsak, mana boyagi test table'ni turibdi. Aytaman insert into test values 1 Ali Aliyev. Xo'p, inserted bo'ldi. Ana endi bu yerdan kelib, buni bitta refresh qilib ko'radigan bo'lsam, mana Ali Aliyev demak sistemaga muvaffaqiyatli qo'shildi. Bu degani bizni virtual Linuximiz juda zo'r ishlab turibdi va virtual Linuximizni biz o'sha 5477 port orqali o'zimizni kompyuterimizga juda zo'r mapping qilib oldik. Hozir men o'zimning qurilmamga Postgresni o'rnatmasdan turib oddiy imageni run qilish orqali Postgresni bir environmentini hosil qilib oldim. Ana endi menga u Postgres kerak bo'lmay qoladigan bo'lsa, nima qilaman? Men shunchaki hozir bunga yetmay turaylik. Xo'p, shunchaki mana docker ps aytaylik, mana shu db konteyner ishlab turibdi, Postgres ishlab turibdi. Shunchaki men docker stop db konteynerni stop qiladigan bo'lsam, mana docker ps deyman, konteyner endi yo'q. Ana endi men buni refresh qilaman deydigan bo'lsam, yo'q. Demak, 5477 port nimagadir ishlamayapti, ya'ni hech qanaqa bog'liqlik yo'q deyapti. Tekshirib ko'r deyapti, chunki menda konteyner allaqachon stop qilib qo'yildi. Ya'ni men istalgan paytda Postgresni nima qilishim mumkin ekan? O'chirib qo'yishim ham mumkin ekan. Ya'ni agar sizlar qurilmaga o'rnatadigan bo'lsanglar, buni o'chirib qo'yishning imkoniyati yo'q, lekin konteyner yordamida xohlagan paytda xohlagan qurilmalarni yoqib, xohlagan qurilmalarni o'chirib qo'yish imkoniyatiga egasizlar. Xo'p, keyingi safar yana yo'qotganda nima qilish kerak? Yana bittalab docker run -d -name deb berib o'tiramanmi? Yo'q. Stop bo'lgan konteynerlar har doim shunchaki stop pauza holatiga tushib qoladi va uni qaytadan start qilib ishlatsanglar bo'ladi. Ya'ni docker start db konteyner. Shunchaki db konteynerni qaytib run qiladigan bo'lsam, docker ps mana ko'rishingiz mumkin, aktual ishlab turibdi. 3 sekund bo'ldi ishga tushganiga deyapti. Yana bir narsa, docker ps hozirgi holatda aktual ishlab turgan konteynerlarni ko'rsatadi. Docker ps -a, ya'ni ishlatgansalar, lekin pauzaga tushib qolgan konteynerlarni ham qo'shib ko'rsatadi. Misol uchun hozir ishlab turibdi, docker ps -a desam, ishlab turgan konteynerlar ham qo'shilib chiqib keladi. Ya'ni bu yerda aynan pauzada turgan emas, pauzada va ishlab turgan konteynerlarni docker ps -a yordamida ko'rsanglar bo'ladi. Docker ps faqatgina hozirgi holatda run bo'lib turgan konteynerlarnigina ko'rsatib beradi. Ana endi yana bir marta qaytadan refresh qilgan deydigan bo'lsam, demak mana Alini olib kelib berdi va bu yoqqa o'tib turib, men xohlaganim endi bu yerda boya konteynerni stop qilgan paytimda bu mana terminalidan, o'zini terminallaridan otib yubordi. Chunki mana bu virtual Linuxni biz pauza qilib qo'ygan paytimizda sessiya uzilib qoldi va nimani ushlab turishni bilmadi. Shuning uchun o'zimni terminalimga qaytarib otib yubordi. Mayli, bunga qaytarib o'tirmaymiz. Muhimi sizlar o'sha qanaqa qilib virtual Linux server ochishini, qanaqa qilib applicationni oddiy image orqali run qilib va uni pauza qilishini demak o'rganib oldinglar. Bu yerda asosiy tushunishimiz kerak bo'lgan narsa birinchisi docker images, ya'ni docker imagelar bu applicationlar, ya'ni tayyor applicationlar sizlar run qilishinglar uchun. Image bu shunchaki build file. Buni keyingi darsda yana ham to'liqroq, yaxshiroq tushuntirib o'taman. Xo'p, va docker container.
uzr, docker konteyner ls. Mana konteynerlar. Docker konteynerlarni hozir biz run qilganimizda qo'lga kiritamiz. Ya'ni image ni run qilsanglar, image konteynerni ichida run bo'ladi. Xo'p, demak db konteyner ochib, o'shani ichida biz Postgres imijini run qilib qo'ydik. Xo'p, konteynerlarning ro'yxatini ko'rish uchun docker container ls yoki docker ps yordamida ham ko'rsanglar bo'ladi. Ya'ni ikkala komanda ham aynan konteynerlarning ro'yxatini ko'rish uchun ishlatiladi. Xo'p, keyingi darsimizda aynan sizlar bilan o'zimiz qanaqa qilib image yozib chiqish va uni qanaqa qilib konteynerning ichida run qilishni yana ham to'liq ko'rib, batafsil tushunchaga ega bo'lib olamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.